Davlat tashkiloti. Men inspektor to'xtatdi, bitta odam oldingda men so'rayman. Toshkentdan kelyapman. Nima siz buni ko'rayotganda tepadagilar? Mana komandir. Siz nima ayting mana? Siz aytib bo'lmasa. Ayting mana. Siz ayting. bor. Lisenzam bor, hammasi bor. Taksi tanish belgisi. Shahmatov qo'ymaganman, men aytaman. Shahmatovni men Toshkentdan kelyapman, uchib ketgandir deb aytaman. Tushunmayapsiz? Samarqand Ulug'bek turargohidan odam olyapsiz. Toshkentdan kelayotganingizni ko'rmadimmi? Siz ko'rmasangiz men bilaman. Yo'lda kelyapman. Siz bilasiz. O'rgatib oling-da, akajon. Xo'p. Ayting, kimsiz? Siz familiya ayting mana. Ayting mana, eshitaman, ko'ryapti. Tanishtirdim. Yo'q, men tanishganman, kameraga ayting mana, hamma eshityapti. Meni kameraga aytay tanishtirgansiz. Siz mana ayting mana. Zafarman, transport nazorati inspeksiyasidan. Sal bunday qo'ying, davlat tarafidan. Qaydanizda proteza qilasiz? Proteza qilyapsiz. Kim bor bu yoqlarda nazorat qiladigan odamlar kim bor aytsin? Yo'q narsaga tirikchi kelyapti odam o'yinga, menga shahmating qani so'raydi. Ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Yozing mana shuncha taksilar qani? Mana shuncha taksilarni birontasi yozgan u, komandir. Qani kim yozdi? Siz ko'ring qani? Hamma taksisi. Просто xalqni shuni izohsa qilish kerakmi? Formani ko'rgandan keyin. Yaxshi gapga tushunmaydi, kelyapsiz yo'lda, Toshkentga kelyapsiz, yo'qmish. Shuncha taksi turibdi, men bilan tortish kerak. Sizlarga tortishgandim, hurmatli haydovchi, tortishyapsiz. Nima qilyapsiz undan ortiq? Hozir nima qilyapsiz? Men transport stasiyasini qayd qilish guvohnomasi. Bilmayman, sizga berdim, men qo'lingizga topshirdim. Ikkita dokument berdim. Aytavering. Siz ekan ko'rdingizmi? Menga qani deysiz? Mana shuncha taksi turibdi, hozir kelib menga javob beryapsiz shu joyiga. Kim chora ko'radi bu yoqlarga aytsin?